Egannomi hozir. Egannomi. Ha. Chiqadida 1 yillik beraman debdilar. Ye. Endi ha 3 yildan yana bir gaplashib ko'rsak bo'ladi. Toshkentga borib kelamiz ega. Yo'q, ega sotda. Toshkentliklar shunday qiladi-da. 3 oylik beraman, 4 oylik beraman. Bu ana nimadan qo'rqadi? Kameradan qo'rqadi. Ha, mayli, o'ting, oldi o'tib olavering. Savdo qiling qani yigit bilan. 2010-yil Sonus motor. Sizniki qayerdan aka? Kuchkadan. Instagramdan kuzatib borasizmi? Ha, ko'ramiz. Nech bilyapsiz buni? Ayting. Sotish ko'ngilli aytavering, baho kerak emas. 30 million so'm balanda. Savdo bo'laveradi. 20 dan pastga gaplasha olamizmi aka? Yo'q, 20 dan pastga. Instagramdan ko'rib boryapsizmi? Narxni shunday qo'yganda aka. Shunday narxda 20 dan pastga iloji yo'q, bera olmayman. Nech pul oxiri to'xtaganda 20 mi? Yo'q. U pulni bera olmayman ekan. Sotishda aytavering, ko'ngilli aytavering. Endi o'sha 30 dan biri kammi, 27 mi, 28 mi misol uchun. Lekin bu 20 dan Mineral davinisi ham 1 yillik ha. ha, 1 yillik beraman. Akajon, agar ma'qul kelsa sizga, rozi bo'lib, baraka top deb bersangiz, 19 million so'm beraman. Ha, yo'q. Yo'q, pulga sota olmayman. Bo'lmasa oxirgi sotishingizni ayting, men olmasam shahardagi birorta olar. Faqat qarang. Ha, baland parvoz gaplar kerak emas. Oxiri men shuncha bo'lsa sotaman, undan kamay bera olmayman degani bo'ladi-ku. Ana shuni haqda. 28 bo'lsa beraman. 28. Ha, 28 da baland aka. 28, 30 ga o'zi 13, 14 dan olamiz. Shunda, lekin endi men ham vaqtga olganman, menga qimmat tushib ketdi. Endi u o'tib ketdi. Ha, u vaqt o'tib ketdi. Shunday. 28 bo'lsa bera olaman. Bir 23, 24 ham deb ko'ring, shahadagilar bir aytib ko'ring. Yo'q, kammi endi o'zida. Kam emas aka. Agar o'shanday odamni topolsa, bilaveringki, sizga hech qanday narsa yutqazmaysiz. Agar o'sha 23 million, 24 millionga oluvchini topolsa. Aytib ko'r, rozi bo'lib, mayli aytib ko'r desangiz, mayli, men siz tarafdan ishingiz bitib ketsin deyman, sotaman deb kelgansiz. 27 bo'lsa ko'rsinlar. Hozir 23, 24 dedim siz. U narxlar bermayman. Agar u narxlar bo'ladigan o'zim meni beraman. Akalar ko'ringlar, 2010-yil Sonus motor 1 yillik general davinisi chiqadi deyaptilar, 27 million bo'lsa bereganlar. Polni kraska bo'lgan. Oldidan yengil udar bo'lgan, orqasi butun. Sen nech pul so'rading? 19 million so'radi. Sotaman deb kelgansiz, kelishtirayotavering aka. Yo'q, u juda kam-da. Yo'q, boya qayerda Nexia 2 olib chiqib ketishdimi? Olib chiqib ketdi. Aka xuddi shunday Nexia 2, ko'p bo'lgan yo'q, ozroq oldim. Men o'zim savdo qila oldim. 23 millionga olindi. Ha, 23 millionga olindi. Aka xuddi shunday Nexia 2. Dokumentga ketdi, mashinada o'sha yerga turibdi. Bitta ko'ring-da. 23 millionga olindi. Endi u aka. U 3 yillik davinisi beradi u. 3 yillik davinisi chiqadi. Nima deysiz aka? Yo'q, u pulga bera olmayman. 27 million so'm hech kim qimillamadi. So'raydigan qilib ayting-da, siz ham baland aytasiz akajon. Misol nech pul deyman men. Misol uchun hozir buncha desam qimmat. O'sha narigi mashina savdosi bitgan narxga bera olasizmi? Bir aytib ko'raman. 23 millionga. Endi sizga to'g'ri baland tushgan aka. Endi u bitta sizga emas, hammaga kelgan to'y. 3 yil oldin juda baland oldim. Shunday, hammaga kelgan u narsa. Siz hozir mashina olaman desangiz ham 3 yil oldingi narx bilan olmaysiz, hozirgi narx bilan olasiz. Kelishtirib aytsangiz bir aytib ko'raman. 26 deyman. Siz bilan qiyin ekan aka savdomiz bitish. Yo'q. Men bilmasam juda kam. 23 millionga men olmayman, prosta bir aytib ko'raylik deyapman aka. 23 millionga menga ol deng ham ola olmayman, qimmat mashina sizga. Yo'q, 23 ham desangiz ham, mayli. Sog' bo'ling. Rahmat.